Ko'rgan vrach. Qana shu? Nimaga aka? Bizda o'sha vrach. Kim biz so'rayotgan? Kiring. Rahmat aytib qo'yay dedim edi. Shu 4 kunda bostirib berdi. Assalomu alaykum. Shu O'zbekistonning Farg'ona oblasiga keldim. Qirg'izistonning Qatamjoy rayonidan bo'laman. 4 yildan beri shu bolam bor edi, 2020-yilda. Tomonini qo'yib bosadi edi. Shuga qaysi yerga больница borsam, yaxshi bo'ladi. O'sha yerga keldim. Mana Farg'ona oblasidan Farqat aka degan vrach bor ekan. Ko'p qildi, 5 kunda tomonini qo'yib yaxshi bo'lib bosdi. Shunday bo'ldi bo'lsa, olib beringizlar. Yaxshi shartda qarayotgan doktor bilan vrach o'zini. Mana shunaqa DTP tashxisli bolalarga spas tonuslarni muolaja qilish uchun operatsiyani ma'qul ko'rarmidingiz yoki botulinum terapiyani olgan ma'qul bo'lardi? Ota-onalarga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Botulinum terapiyani olgan ma'qul ekan. Men operatsiya qildirgan bo'lsa, yaxshi bo'lgan emas. Ko'lagan yaxshi ma'qul. Ukol olgandan keyin necha kundan keyin foydasini sezdingiz? Spas tonuslar uchun tomon necha kundan keyin qo'ydi? 4 kundan keyin. 4 kundan keyin qo'ydi. 4 kundan keyin. 5-kunga normal bosib qoldi. Hozir yurishlari ancha yaxshilar, davolar tushdi.